Salom, keling, avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovurib, shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning degan savollarni muhokama qilaylik. Oryo churros. Bugun Oreo churros qilamiz. Juda oson, faqat 4 ta masalliq kifoya. Voy. Bu juda ajoyib-ku. Endi 24 dona maydalangan Oreo, yarim stakan un, 2 ta tuxum va 4 osh qoshiq sutni aralashtiramiz. Avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning. Va boba. Bugun mazali mevali boba tayyorlashni ko'rsataman. Buni yoqtirgan meva bilan qilishingiz mumkin. Avval mevangizni blenderda pyure qilasiz. Kivi ishlataman. 1 slach 4 stakan meva pyuresi, 2 osh qoshiq shakar va 2 osh qoshiq tapioka kraxmalini aralashtiramiz. Buni o'rtacha past olovda massamiz yopishqoq bo'lgunga qadar qizdiramiz. Bu taxminan 1-2 daqiqa vaqt oladi. Keyin yana 1-2 stakan tapioka kraxmal qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Xamir yumshoq bo'lguncha yoyiramiz. So'ng uni ingichka choplarga aylantirib, kesamiz va kichkina boba sharchalariga shakl beramiz. Endi bobamizni taxminan 15 daqiqa qaynatamiz. Keyin uni bir necha daqiqa sovuq suvga solamiz. Suvidan suzib olamiz va bir oz shakar sepib chiqamiz. Shunda ular bir-biriga yopishib qolmaydi. Mana sizga lavali boba tayyor. Judayam mazali bo'ladi. Avval kivini ezib, shakar va tapioka qo'shing. Yana qaynatib oling, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval kivini ezib, shakar va tapioka qo'shing. Yana qaynatib oling, keyin yeb, zavqlaning. Oreo chuqur qovurilgan muzqaymoq. Bugun deep fried ice cream qilamiz. Bu oson, 3 ta masalliq kerak bo'ladi. Boy! Buni 45 daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Endi Oreos'ni blenderga solamiz. Kando degan Doppler bol. Endi bularni 1 daqiqa qovurib olamiz. Mana bo'ldi. Deep fried ice cream tayyor. Voy sudoya. Bu shunchaki zo'r. Avval muzqaymoqni muzlatib, aralashtiring. Oryolarni qolipga soling va qovuring, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval muzqaymoqni muzlatib, aralashtiring. Oryolarni qolipga soling va qovuring, keyin yeb, zavqlaning. Olma shokoladli kremli tort. Bugun shokoladli kremli tort tayyorlaymiz. Juda oson.
Atigi 2 xil masalliq kerak bo'ladi. Boy, mena Busov Kremli mukammallik. Blenderga 6 dona yumshoq qaynatilgan olma va taxminan 2 piyola eritilgan shokolad solamiz. Va mana bo'ldi. Atigi 2 masalliqli shokoladli kremli tort tayyor. Avval olmalarni vertikal gorizontal ravishda kesib oling, qaynatib oling, shokoladni eriting, olma shokoladini aralashtiring va qolipga quying. Kakao kukuni sepib oling. Va keyin uni yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval olmalarni vertikal gorizontal ravishda kesib oling, qaynatib oling, shokoladni eriting, olma shokoladini aralashtiring va qolipga quying. Kakao kukuni sepib, keyin yeb tanovul qiling. Shokoladli qobiqli kremli tort. Bugun biz shokoladli shel krem tort tayyorlaymiz. Juda oson. Atigi tortda masalliq kerak bo'ladi. Natijasi qaymoqli va zo'r bo'ladi. Bir idishga 1,5 stakan qaymoq soling va qattiq bo'lguncha ko'pirtiring. Keyin 1,5 stakan eritilgan shokolad qo'shing. Blenderga 2 stakan quyultirilgan sut, 2 stakan qaymoq va 6 ta limon sharbatini solib aralashtiring. Shu bilan shokoladli shel krem tort tayyor. Shokoladni eritib, ustiga qaymoq, shokolad qo'shing, ustiga quyultirilgan sut, limon qo'shing va ustiga qo'ying. Keyin yeb zavqlang. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval shokoladni eritib, ustiga qaymoq, shokolad qo'shing, ustiga quyultirilgan sut, limon qo'shing va ustiga qo'ying. Keyin yeb zavqlaning. Pishloqli shokoladli tiramisu kuboklari. Bugun cheesecake chocolate chips tayyorlaymiz. Oson, 5 ta masalliq kerak. Voy, bu shunchaki zo'r. 1 stakan heavy cream, yarim stakan shakar va bitta stick cream cheese'ini aralashtiramiz. Manishu Taylor cheesecake chocolate cups. Birinchi eritilgan nishab shokolad va qaymoq, sariyog', qaymoqli pishloq, botirilgan pechene. Ustki qismlarga qo'shish. Kakao kukuni haqidagi savollar menga yoqdi va keyin uni yeb zavqlaning.
ovqatlanadigan bog. Toxta. Bu atigi 5 ta masalliqdan iborat. Menga yoqdi. Cook some kerak. Mana buni aytib bera olaman. Mana buni aytib bera olaman. Mana. Mena. Sen romantik bo'layapsan. Men qaytarib yuboraman. Senga seni. Blendering ishlamayapti. Menda g'oya bor. Orqaga tur. Orqa Qo'l ishlaydi. Mena. Sen romantik. va mana yeyiladigan bog. Avval un, tuxum, suv qo'shing. Oryolarni maydalang va shokoladni eritib, qolipga soling, keyin yeb, tanovul qiling. Bu haqidagi savollar yoqda avval un, tuxum, suv qo'shing. Oryolarni maydalang va shokoladni eritib, qolipga soling, keyin yeb, tanovul qiling. Keglilar muzqaymoqi. Bugun Skittles muzqaymoq qilamiz. Juda oson. Atigi 4 ta masalliq kerak bo'ladi. Bu men yegan eng zo'r muzqaymoq. Avval taxminan 1 stakan suvni va o'zingiz yoqtirgan rangdagi, ta'mdagi Skittlesni aralashtiramiz. O'rtacha olovda tinmay aralashtiring. Skittleslar to'liq eriguncha. Endi taxminan 1,5 stakan qaymoqni idishga solib, qalinlashguncha ko'pirtiramiz. Keyin chorak banka atrofida quyultirilgan sut va Skittles siropimizni qo'shamiz. Uni muzlatgichga qo'yib, muzlashini kutamiz. Shunda Skittles muzqaymoqimiz tayyor bo'ladi. Avval skоворodkalarni qaynatib oling. Qaymoqni ko'pirtiring. Quyultirilgan sut va skоворodkani qo'shing. Siropni ustiga qo'ying va keyin yeb Bu haqidagi savollar yoqda avval skоворodkalarni qaynatib oling. Qaymoqni ko'pirtiring. Quyultirilgan sut va skоворodkani qo'shing. Siropni ustiga qo'ying va keyin yeb zavqlaning. Tirardelli ananasli jelili tort. Bugun shokoladli ananas jeli tort qilamiz. Bunga atigi 4 ta masalliq kifoya. Osonki, mashina orqa o'rindigida ham qilish mumkin. Voy, qarang, naqadar ajoyib. Avvaliga taxminan 1 piyola shokoladni, 1 piyola shakarni, 3 osh qoshiq agar kukunini va 1 butun sut qutisini aralashtiramiz. O'rtacha olovda aralashmani qaynatamiz. So'ng 3-5 daqiqa qaynab tursin. Endi suyuqlikni yana sut qutisiga quyamiz. Keyin bir necha soatga qoldiramiz. To'liq qotib, jeliga aylanguncha. Sizga shokoladli ananasli jeli tort tayyor. Avval tirardelliga shakar, agaraga qo'shing, sut qo'shing, qaynating, ananasni sutga qo'shing, quying, muzlatib qo'ying va keyin yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda avval tirardelliga shakar, agar qo'shing, sut qo'shing, qaynating, ananasni sutga qo'shing, quying, muzlatib qo'ying va keyin yeb. Uyda tayyorlangan Oreo muzqaymoq sendvichi. Atigi 4 ta masalliq bilan tayyorlab ko'ramiz. 22 dona ezilgan Oreo va 5 osh qoshiq eritilgan sariyog'ni aralashtiramiz. 2 stakan qaymoq qo'shib, yumshoq cho'qqilar chiqquncha ko'pirtiramiz. Keyin 2/3 stakan quyultirilgan sut qo'shamiz.
Uni 2 soatga muzlatgichiga qo'yib qo'yamiz. Can you Oreo ice cream sandwich for me? Voy, Bohama Ichida ing zo'r ice cream sandwich ekan. Avval Oreoga sariyog qo'shing. Qaymoqni ko'pirtiring. Quyultirilgan sut qo'shing. Qolipni quying. Oreoga sariyog qo'shing va keyin yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval Oreoga sariyog qo'shing. Qaymoqni ko'pirtiring. Quyultirilgan sut qo'shing. Qolipni quying. Oreoga sariyog qo'shing va keyin yeb zavqlaning. Shirinlik burritosi. Bugun biz desert burrito tayyorlaymiz va bu juda oson. Atigi 5 ta masalliq kerak bo'ladi. Voy, Karanga, Rosa Zoku. Avvaliga 1,5 stakan shokoladli sut, 2 ta butun tuxum va 1 stakan unni aralashtiramiz. Manifold, desert burrito tayyor. Avval sut, tuxum, un qo'shing. Qaymoqni ko'pirtiring. Oreo qo'shing, aralashtiring va kakao kukuni seping. Keyin yeb rohatlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval sut, tuxum, un qo'shing, qaymoqni ko'pirtiring, oreo qo'shing, aralashtiring va kakao kukuni seping. Keyin yeb rohatlaning. Qora pishdi Oreo muzqaymoqi. Bugun viral retseptlarimdan birini tayyorlaymiz. Oreo muzqaymoq. Atigi 4 ta masalliq kerak. Bugzavli zo'r. Avvaliga pachka Oreo kerak bo'ladi. Oddiy Oreodan ishlatsa bo'ladi. Lekin Koreyadan Blackpink Oreoni ishlatyapman. Endi Oreolarni juda mayda bo'lib ketguncha ezib olamiz. Keyin ustiga biroz sut quyamiz. Endi muzlatish bo'limiga qo'yib, muzlab qolgunga qadar kutamiz. Avval Oreoni maydalang va sut qo'shing. Muzlatib qo'ying. Shokoladni eritib, botirib oling va yong'oqlarni qo'shing. Keyin yeb tanovul qiling. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval Oreoni maydalang va sut qo'shing. Muzlatib qo'ying. Shokoladni eritib, botirib oling va yong'oqlarni qo'shing. Keyin yeb tanovul qiling. Karamel sousi bilan qovurilgan ponchik teshiklari. Bugun biz karamel sosli donut house tayyorlaymiz. Juda oson. Atigi 5 ta masalliq kerak bo'ladi. Voy, bu qonunga xilof bo'lishi kerak. Avval 1 stakan o'z-o'zidan ko'tariladigan unni 3 dan 4 stakan yogurt bilan aralashtirib olamiz. Pompolaymiz. 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 Endi karamel sosi uchun 1 stakan shakar solamiz. O'rtacha olovda u oltin rang bo'lguncha aralashtirib turamiz. Keyin 6 osh qoshiq sariyog va 3 dan 4 stakan qaymoq qo'shamiz. Shu bilan bo'ldi. Karamel sosli donut house tayyor. Avval un, yogurt qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing.
Ikkinchidan, shakar, sariyog' va qaymoq qo'shing. Keyin yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval un, yogurt qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing. Ikkinchidan, shakar, sariyog' va qaymoq qo'shing. Keyin yeb zavqlaning. Qovurilgan lin ponchigi. Bugun biz shokoladli ponchiklar tayyorlaymiz. Juda oson, atigi 5 ta masalliq kerak bo'ladi. Buni muzlatgichga qo'yib, to'liq qotguncha saqlang. Avval shokoladni maydalang, eriting, shakl bering, muzlatib qo'ying, un bilan surting, tuxum, panko seping, qovuring va shakar sepib, keyin yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval shokoladni maydalang, eriting, shakl bering, muzlatib qo'ying, un bilan surting, tuxum, panko seping, qovuring va shakar sepib, keyin yeb zavqlaning. Qamchilangan qahva. Bugun biz mazali whipped coffee tayyorlaymiz va bu juda oson. Atigi 3 ta masalliq kerak bo'ladi. Keyin tasodifiy bir begona uyga borib, u nima deydi, ko'ramiz. Avvaliga 4 osh qoshiq instant coffee, 4 osh qoshiq shakar va 4 osh qoshiq qaynagan suvni aralashtiramiz. Xo'sh. Endi borib, U nima deb bo'layotganini ko'raylik. Menimcha, unga yoqdi. Avval qahva, shakar va suv qo'shing. Ko'pirtiring va kakao kukunini sepib, keyin yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval qahva, shakar va suv qo'shing. Ko'pirtiring va kakao kukunini sepib, keyin yeb zavqlaning. Issiq kakao stakanlari. bugun biz juda mazali issiq kakao stakanlari tayyorlaymiz. Juda oson, atigi 5 ta masalliq kerak bo'ladi. Axir kim shunaqa issiq kakao ichishni yoqtirmaydi? Biz daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Tayyor issiq kakao stakanlari. Avval shokoladni maydalang, eriting, agdaring, kakao kukuni, konfet qamish, zefir qo'shing va ustiga sepilgan bodringlarni qo'shing. So'ngra yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval shokoladni maydalang, eriting, agdaring, kakao kukuni, konfet qamish, zefir qo'shing va ustiga sepilgan bodringlarni qo'shing. So'ngra yeb zavqlaning. Shokoladli retseptlardan zavqlaning.